Xitoy Kommunistleri Markaziy komiteti 2019-yili 4-oyda e'lon qilgan Sharq Turkistonga aloqador 3 yillik atalmış ijtimoiy muqimlikni saqlash plani doirasida qora kuchlarga qarshi kurash nomida xalqni ishbiyonlikqa majburlamoqda. Turkiston vaqti to'rining xabar qilishicha, Sharq Turkistonning Chachan noyisi Yangi O'stan yezisida Xitoy doiralari xalqni bir yerga yig'ib, ularga atrofdagi atalmış qora kuchlarning ismlari ve ularning atalmış qanunsuz faaliyetlari yezilgan kartlarni oldin hazırlangan sandıqlarga tashlab, ularni pash qilishga buyurgan. Sandıqdan 3500 dan ko'p kishining ismi chiqqan. Xitoy hukumati belgilagan atalmış qora kuchlar doirasiga din, yurtdoshlik ve tuqqandarchilik qatorliq munosabatlar bo'yicha guruhlashib olganlar kirdi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi maslahatchisi John Stildes Amerika ve Türkiye arasında S-400 musobaqasi haqida surkilish paydo qilayotgan ig'vogarchi so'zlarni qildi. Stildes Trump Turkiyani iqtisodiy jihatdan jazolaydiganligini keskin so'zladi. Turkiya buningga bardosh bera oladigan holda emas, xalqaro pul fondiga murojaat qilishga majbur bo'ladi dedi. Amerikaning bu bayonotga qarata S-400 haqida Kremlin sarayining bayonotchisi Peskov haqiqatan hech ko'rilib boqmagan besimba Reis Erdoğan'ın keskin pozisiyasını memnunluk bilan qarşı alamiz dedi. Avustraliyaning Melbourne shahrida bir kichik klubning oldidan o'tgan mashina atrofni o'q tutdi. Voqeada bir amonlik saqlovchi hayotidan ayrildi. 3 kishi yaralandi. Voqeaning terrorlik hujumi yoki emasligi texib bekitilmadi. Yana bir tarafdan Germaniya ishki istixborot organining boshlig'i Haldin Wang terrorlik tashkiloti Daeshning mavjudligini davomlashtirayotganligini bildirib, Daesh bilan munosabatli tahdidlarni o'tib ketdi deyamaymiz. Hali ham hujum planlayotganligiga doir nurg'un yipkuchi bor. Germaniyada har vaqt bir hujum yuz berish ehtimolligini nazardan saqit qilmasligimiz lozim dedi. Shundaqla Rossiya alayida qismlarining Sibiriyadagi Tugman shahrida Daeshga qarshi harakat berib, 2 militantni o'ldirganligi ve tashkilotning yaqinda elib berishni planlagan bir hujumning oldini olganligini bildirdi. Liviyadagi birlashma hukumatga qarashli qismlar Trablusning janubida general Xalifa Xaffarga tava bir urush aeroplanini tushirganligini e'lon qildi. Dunyo sahiyya tashkiloti Liviyada 10 kundan buyon davomlashayotgan to'qinishlarda o'lganlar sonining 121 dan oshganligini, yaralanganlarning bo'lsa 561 ga yetganligini bildirdi. Bayonotda Dunyo sahiyya tashkilotining Liviyaga tibbiy ashyo va xodimlarni avatadiganligi bildirildi. Liviyaning sharqidagi harbiy kuchlarning qo'mondoni general Xalifa Xaffar 4-aprel Trablusni qo'lga tushirish uchun buyruq tushirgan edi. Poytaxtdagi birlashma hukumatga qarshi qismlarmi buningga qarshi harakat boshladi. İsrailiya qismlari ishg'ol ostidagi Sharq Quddus va G'arbiy qirg'oqdagi Falastin hukumatiga qarashliq Quddus valisi Adnan Gayisni o'z ichiga olgan 18 nafar falastinlikni qo'lga oldi. Oxirgi qitim 27 fevral qo'lga ilingan Quddus valisi shu kuni Isroiliya sud mahkamasida qo'yib berilgan edi.